Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'liksiz, salomatmisiz, Allohning barakatli kunlarida sizlarga sharda sizlarni g'oyibona idrok qilishmoqdamiz. Allohga shukronlar bo'lsin. Bugun xosiyatli onajonim, Noziyaxon singiljonimiz o'zining go'zal kunlarini tug'ilgan kunlarini tabriklamoqda. Fatima opa singillarimiz boshchiligida chiroyli sovg'alar bilan azizlarimizni xursandchiliklariga, shodiyonlariga xursandchilik qo'shish maqsadida manzilimizga kuzatishda davom etadilar. Onajonlarimizni xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum mehribon ayolalarim, aziz mehmonlar, xususan hasiyatlar ayollarim, assalomu alaykum. Sog'lomsiz, salomatmisiz? Mana shunday go'zal kunlarda sizlar bedor ko'rishmoqimiz. Bayram mana shu yeguliklar, hamma qadrdonlar, yaqinlar, og'aylar, farzandlar, jigarlar bitta hasiyatlar ayollarimga o'zbekona chiroyli qarsak chalsalaring. Chiroyli tabriklarimizni ko'rsatamiz. Ayollar bemalolsiz, bemalolsiz yangi ko'ring. Ayolim, hasiyatlar ayolim. Ko'z kelmasin maşallah. Ayolim assalomu alaykum. Sog'misiz, salomatmisiz? Allohning barakatli kunlarida, go'zal oqshomlarda farzandlaringiz qatori mana bir farzandingizni bugun 66 yoshni 66 tomonini qarshilab olayotgansiz. Xususan o'zim nomidan tabriknoma loyihasi nomidan Kamina boshlovchi Muhammadjon nomidan chin yurakdan tavalludlar muborak bo'lsin deymiz. Alloh taolo sizga qancha umr bergan bo'lsa, hammasini mazmunli, barakatli, fayzli, go'zal yashash nasib etsin. Allohning eng suyukli bandalaridan biri bo'lishini yaratganligini so'rab qolamiz. Bugun 66 yoshni qarshilab sizga qilamiz, duo qilamiz, Xudo xohlasa 70 yoshdan yetaklashib, 80 yoshdan sakrashib, 90 yosh bilan to'plashib, 100 yoshga kirib yurganingizni mana shu opalarim qatori, jiyanlar qatori kelib, chiroyli tabriklarga yetkazish nasib etsin. Muhabbatdan so'z ochganda onadan boshlaydi. Onasining yaxshi ko'rmagan muhabbatga yolg'ondir. Ayjonim siz aytib bo'lmas qo'shiqlarsizlar, yozib bo'lmas she'rlarsizlar. Mana shunday go'zal satrlar kabi hamisha farzandlar, dilbandlar bag'riga salomat bo'ling. Onasi bor odamning bu dunyoda g'ami yo'q. Armon etar tashvishlar hech kimsadan kami yo'q. Bolam sani, mani qornim to'q degan so'zlarim esdan bugun ko'zlarimdan yolg'on ekan bu so'zlar. Nima o'ylayapsan? Bolam, ustingga ko'rpan yo'q. Isib ketyapman bolam, lekin sog'liqdan dir qaltirasa ham mani o'ylayapsan. Onam, mana shu jannat guli rayhonidan bo'lgan, jannat huzur ko'rgan ayollarim biz 40 yoshga, 50 yoshga chiqsak ham hamisha farzandlarni o'ylaydigan onajonlarim, farzandlar vaqtiga, dilbandlar vaqtiga sog' salomat bo'ling. Sizni 3 ta qizingiz bor ekan, bir-biridan mehribon. O'sha adashmasa bir 2 oy bo'ldi, mana shu meni buvajonimni, onajonimni tavallud ayollari Muhammadjon bunday qilaylik onajonimni xursand qilayotgandi. Xususan Fatimaxon opajonim, Zuhraxon opajonim, Saynabxon opajonlari nomidan qolaversa, kuyovlar nomidan chin yurakdan tabriklar, muboraklar aytamiz. Qolaversa bitta jigarmangiz bor ekan, Anvarjon akamiz, ayollar nomlaridan ham chiroyli tabriklarni, istaklarni qabul qilamiz. Yana bitta bugun xursandchiliklar, tabriklar qo'shalolar ekan, bayramlar. Noziyaxon singiljonimiz bugun 17 to'g'ri, 17 yoshni qarshiladi. Singiljonimizga ham assalomu alaykum. Tavalludlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Singiljonim Xudo xohlasa niyatlarimiz, duolarimiz Fatima opam yaxshi bu yerda ishonmaydi. Xudo xohlasa yaxshi joylarga olib qilamiz deyishadi. Xudo xohlasa to'ylarga borib xizmat qilish nasib bo'lsin. Alloh taolaning suyukli farzand bo'lmashi bugungi bugun 66 vaqtni qarshiladi. Mana shu insonga o'xshab yaxshi farzandlarni, solih o'g'il qizlarni mehribon ota-onasi bo'lib bo'lish nasib bo'lsin. Endi mayli ayollar mana shu farzandlar maxsus sovg'alar bor ekan. Sovg'alarni qabul bo'lsa, bundan keyin tabriklarimizni davom ettirsak. Chiroyli farzandlar bilan shodmiz. Sovg'alar, medallar, xonadon sohiblarini yaxshi kunlarda hamisha xizmat qilishlarini yaratganligidan so'rab ayollar, duoga ayollar farzandlar vaqtiga, dilbandlar vaqtiga, jigarbandlar vaqtiga hamisha sog' salomat bo'linglar. Dunyo kungacha turinglar. Alloh taolaning eng suyukli bandasi bo'lishlariga yaratganligidan so'rab qaranglar. Farzandlar chiroyli taqinchoqlar bilan siylashmoqda. Ko'z tegmasin, yoqim mana shu taqinchoqlar, sovg'alar yaxshi kunlarda hamisha xizmat qilishlarini yaratganligidan so'rab qolamiz. Endi
Ayollar aytishdi, biz aslida tayyorgarlik ko'rishganmiz deyishdi. Yashaylar, ko'zimiz. Qaranglar, odam havas qilsa arzigulikda, har bir inson yig'ilsa, onajonisi mana shu go'zal kunlarida ayollar bugun quvonch ko'z yoshlari. Hech qachon dard ko'z yoshlari emas, quvonch ko'z yoshlari. Chunki jondan nasib bo'lgan farzandlari, dilbarlari mana shunday foydalanlardan, xursandchiliklardan xursandlikka sherik bo'ldi. Ayollar ozgina bo'lsa ham kayfiyatingiz ko'tarilib xursand bo'ldingizmi? Judayam. Ayollar xursand bo'lsa, biz o'zimizni baxtli hissaymiz. Endi ikki og'iz tabriknoma deydi. Fatima onadan boshlaymiz. Fatima aka keling. Fatima onaga qasdlar bersalaring, shularni bilaklarini nazorat qilamiz. Ben tabriklayman. Iloyim juzga kiring, salomat bo'lib yuring. Hammamizni baxtimizga sog' salomat bo'lib yuring. Nevaralaringizni baxtiga, nevaralaringizni orzu havasini ko'rib yuring. Iloyim hech vaqt kasal bo'lmang, yuzlardan ham oshib yuring. Iloyimgina. Iloyim bizam siz qatori yuraylik. Rahmat. Tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Noziya xonim tug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Iloyim yuzga kir, yuzlardan ham oshing. Baxtigina endi Alloh bersin. Nima orzu havas qilganmiz, nima niyat qilganmiz, ilohim niyatlaringga yetgin. Yana bir bor tabriklayman tug'ilgan kuning bilan. Ular sevinch ko'z yoshlaridan biz gapirolmaymiz deyapti. Mayli gapirmasalayni, lo'nglarga gapirmaydi. Mayli. Ayollar qarang, men o'zim ko'rib qolsayman, ammo bir dona qizim bor, lekin sizning 5 ta qizingiz bor edi. Sizga o'zi jannat eshiklari ochilgan. Biz erkaklar ozgina uylangandan keyin o'zga bir xonadondan keyin chiroyli kelin boshlab tushirgandan keyin ko'proq mehrni ayollarga beramiz. Lekin opalarimiz, qizlarimiz hamisha onalarni o'ylar ekan. Mayli o'shalar nomida turma topshiramiz. Ona, yaxshi vaqtinga qizing bor ekan. Umidlarni hech ham ado bo'lmaydi. Goh yuzingdan o'tgan, goh oyog'ing bosgan, mehmonga kelgandek o'zitilmaydi. Ona, yaxshi ham vaqtinga qizing bor ekan. Ularning yuzidan kulgu tabassum hech arimaydi. Goh oyog'ing bosgan, goh yuzingdan o'tgan, mehmonga kelgandek o'zitilmaydi. Qarang, sabr go'zallikdan opalarimiz uyga mehmonga kelish mumkin, lekin hamisha ayollarning onlarga kritika qilib bo'lar ekan. Ayonim, nima qilib ayonim, qanaqangiz bor? Ayonim, xoningiz bormi? Ayonim, xoningiz bormi? Mana shunday mehribon onalarimiz hamisha mana shu onajonimizni, voqea mehribon onajonimizni asqar avaylab boshlarini ko'tarishlarga kelgandan so'rab qolamiz. Ro'mollarning boshlarida, qalin o'sma qoshlarida yashar aziz yoshlarida onajonim, jonim onam. Oqibatda so'z ochganda ko'z yoshlansa, nomardlardan dil boshlansa, yo'lashlansa. Davralarda, dunyolarda gap boshlasa onajonim, ota-onam boylik emas, ona-onam qoldi deb maqtan deydilar. Bo'lmaganda ojiz banda bo'ldira olmas, onang kabi hech kim seni to'ldira olmas. O'tsin ko'ngling moli dunyo to'ldira olmas deb do'stlarim ota-onam boylik emas, ota-onam bor deb qo'ying. O'rgilay dabdabali to'ylaringdan, aylanayin qadrixon bo'ylaringdan, yori do'stlar kelgan katta to'ylaringdan, do'stlarim, opajonlarim, ayonim boylik emas, ayonim bor deb qo'ying. Chunki duo bo'ylaring eng katta sani boylik. Mana shu ayolarimiz sani duo qilsa, ishonmagan orzular ushar ekan. Mana shu ayonimni bir bor bo'lsa ham yo'llariga kelib, ayonim Sizni yo'llarcha yaxshi ko'raman. Jannatlarcha yaxshi ko'raman. Ayollardan mahkam quchib, bu dunyo o'tiga mana duogo'y, onajonim bo'lib yurdi, ozchiliklarni olib qo'ydi. Chunki kelgandir bu kunlar armon bo'lib ayolning birga turgan kunlar tavalludlar muborak bo'lsin. Endi men rasm gapirdim, maylimi? Ilk og'iz mana shu tashkilotlar, tilaklar, duolar bo'lsin, hazillarga biroz qo'ysak bo'ladimi? Kel, o'zi menga berasiz. Assalomu alaykum. Avvalambor kelgan farzandlarim, qizlarim uzoqdan kelishdi bular. Qudalarim, kuyovlar, hammalari nevaralarim
qizlarim, xush kelibsizlar avvalambor. Hammalaring mana shuncha e'zozlar, farzandlarim shunchalik nima qildi, men kutmagan edim buni, umuman kutmagan edim. Shu bugün bilan kechgacha ham bilganim yo'q. Kechki paytroqda kim bildim qayergadir boramiz ekan. Men bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Men juda ham xursandman. Ilohim sizlar menga shunchalik qildilaring, sizlarning farzandlaring ham ilohimgina sizlar menga qilgandan da ortiq darajada sizlarni sizlarga mana shunday qilib qo'llab, qo'lchiqlab, hamisha izzat, hurmat qilib, shunday qilishsin. Alloh rozi bo'lsin sizlarga qilgan ishlaringdan. Mendan men sizlardan roziman. Bu niyatlarni, duolarni milyon dolarga sotib olmaydi. Ayolni go'zal duolarni, ayolni hamisha sog'-salomat. Bu yerda yangi qullardan bor ekan. Mana shu insonlarga xush kelibsizlar deymiz, xabarlarga nazoratlar deymiz. Xudo xohlasa niyat qilamiz. Singiljonimiz tushayotgan xonadonni aziz bir farzandi bo'lsin. Hamisha otasiga, onasiga rahmat olib keladigan mehribon farzandlar bo'lsin. Iymon opajonim qizlarini ortidan hamisha chiroyli yaxshi gaplarni, chiroyli duolarni eshitib yurish nasib bo'lsin. Yana ko'p o'quvchilar aytib beraman, yana maxsus sovg'alar bor ekan. Shogirdlar sig'may ketarkanimga bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshab berman aslida, farishtalar o'xshab meni onamga. Dunyolardan o'tadigan mehr bor. Allasida o'zgacha bir zehri bor. Farishtalar o'xshab meni onamga. Mana shu farishtaga aytganlarim hamisha sog' salomat bo'lib. Yana biror kun tabriklarni yetkazaman desa bemalol kelasizlar. Ikkovimiz tabriklarni ayjonimga singlimizga yetkazmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kelinglar, tabriklar yetkazamiz. Undan keyin yana maxsus sovg'alar olamiz. Bormi tabriklovchilar? Yo'q, a? Ayjonim yana bir kira tavadlarlar bor edi. Xudo xohlasa bo'lgan kunni ko'p qo'yasiz. Nabiralar kelinglar. O'zgacha biladimi? O'zgacha biladimi? O'zgacha. Bo'lganida o'zgacha. Kelinglar. Assalomu alaykum. Kalima. Бабушка, хочу вас поздравить с вашим днем. Я вас очень сильно люблю, желаю вам крепкого здоровья, живите долго и счастливо. Пусть ваши глаза не знают, что такое печаль, обида, грусть. Пусть ваши глаза только сияют от радости и от того, какая вы счастливая. Я вас очень сильно люблю. Спасибо. Друзья, моя любимая сестра, я хочу поздравить тебя тоже с днем рождения. Будь она счастливой. Я очень сильно люблю тебя. Все моменты, которые мы с тобой проводим, я все их ценю и себя помню. Будь здорова и счастлива. Ba'zilarga bosib bergan, ayjonim, ba'zilarga bosib bergan. Do'st deymansan. Juda ham xursand bo'lib ketdim. Har bir insonga mana shunday chiroyli dasturxonlar yozib, ayjonlarni mana shunday xursandchilik etish har birimizga nasib bo'lsin. Do'st deymansan. Ayjonim, yana bir kira tug'ilgan kunlar bor edi. Tug'ilgan kunni cho't o'tkazing. Hamisha yuzingizdan kulgu tabassum armasin. Ozgina vaqtingizni oldik. Bizlarimiz so'raymiz. Sizni ozgina xursand qilgan bo'lsak, qaratnoma loyihasi Kamina boshlovchi Muhammadjon o'zingiz vaqtda qilsangiz